Şərq Türkistanlı qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmununa göz ataylı. Gollandiya Uyğur irqi qırğınçılığını rədd qılğanlarga qarata türməgə qamash jazosi berishni qaror qildi ekan. Amerika hərbiy fəaliyyətlərinə ziyan yetkizdigan Xitoyning yaman g'arazlik yumshoq detallarını qo'lga tushirdi ekan. Amerika prezidenti Joe Biden Tayvanga 345 million dollarlik hərbiy yordam qildiganligini uqtirgan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Gollandiya Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni rədd qilganlarga qarata turmaga qamash jazosi berishni qaror qildi ekan. BBC Türkçe xəbərlərinin yaqinqi xəbəriga qaraganda, Gollandiya Xitoyning Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni 2 yil ilgari e'tirof qilgan tunji Yevropa davlati bo'lib, Әмді ұрқи қырғыншылықны инкар қылғанларны яки пісәнтіге алмағанларны түрмеге қамашына қарар қылды екен. Өткінші үкіметнің Адалет вә бейхатерлік министері Дилан Ишел көзінің баянатыға қарағанда, чоң қырғыншылықның вә башқа инсанлық жинаятларының инкар қылынышы вә мәнсітілмәслікі жинаят исапланды екен. Бұл жинаятны садыр қылғанларға кәм дегенде 1 yil түрмеге қамаш жазасы берілді екен. Bu qadam Xalqaro Jinoiy ishlar sud mahkamasi va Xalqaro harbiy mahkamaning qarorlarining ro'yini asos qiladi ekan va Yevropa birligi ko'rsatmalariga uyg'un ekan. Gollandiyaning bu qadami tarixiy adolatni qo'g'dash va buningga o'xshash tragediyalarning takrorlanmasligi uchun ijobiy bir qadam sifatida tarixga yozildi ekan. Amerika harbiy faoliyatlariga ziyon yetkazgan Xitoyning yaman g'arazlik yumshoq detallarini qo'lga tushirdi ekan. New York vaqti xabar torining 29-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Amerika axborot idorasining amaldorlarining aytishicha, Xitoyning yaman g'arazlik yumshoq detallari Amerikaning Tayvanga yordam qilish maqsadida olib borgan harbiy o'rinlashtirish, harbiy hozirliklar bilan ta'minlash qatorliq harakatlarni qalayimqonlashtirib ostildi ekan. Amerika harbiy istixborot va davlat bexatarlik xodimlarining so'ziga qaraganda, Biden hokimiyati Xitoyning Amerika Qo'shma Shtatlar va dunyoning har qaysi joylaridagi harbiy bazalarga chetishlik elektr tori, xabarlashish va suv bilan ta'minlash sistemasi qatorliqlarning elektr torini kontrol qiladigan torning ichiga Xitoy ushirgan yaman g'arazlik kompyuter kodining peyiga tushgan. Yaman niyatlik yumshoq detallarning bayqalishi Amerika armiyasi Xitoy armiyasi bilan urushib qoladigan bo'lsa, Xitoy xalq ozodlik armiyasi xakerlarining Amerika armiyasining harbiy faoliyatlarini aqsitish uchun maxsus laylangan kodlarni o'rinlashtirganligiga aloqador andishlarni barliqqa keltirgan. Bir nafar majlis amaldori yaman niyatlik yumshoq detalning Amerika harbiy bazasini ta'minlaydigan tok va suvni uzish orqali Amerikaning harbiy o'rinlashtirishini qalayimqonlashtirish yoki ostiltish va ya ta'minlash mashg'ulotini to'xtatish kuchiga ega ekanligini aytgan. Amerika amaldorlarining so'ziga qaraganda, amerikaliklarning uyi va korxonalari o'xshash ul asliyalari bilan ta'minlanganlikdan uning ta'siri texnik kengri bo'lishi mumkin ekan. Hozirga qadar elib berilgan tekshirishlardan qaraganda, Xitoyning yaman g'arazlik detallari Amerika va chet ellardagi Amerika asliyalarida ular dastlabda his qilganga qaraganda texnik keng o'rinlashtirilgan bo'lishi mumkin ekan. Ammo amaldorlar bu kodning o'rinlashtirilishi maxfiy bo'lganlikdan dunyoning har qaysi joylaridagi torlarda bor yo'qligini to'liq bilmaydiganligini e'tirof qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden juma kuni Tayvanga 345 million dollarlik harbiy yordam qildiganligini uqtirdi. Yahoo xabarlarining 29-iyul kunidagi xabariga qaraganda, bu yurishlik mulozimatni pishiq biladigan qurultoy xizmatchilarining aytishicha, yordam axborot va nazorat qilish iqtidori, elib yurishga qulay havo mudofaa sistemasi, qurol va boshqariladigan bomba bilan ta'minlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Oqsaroyning uqtirishni qachon e'lon qildiganligi so'ralganda, Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Kerry davomli piyada bo'lishni aytgan. Shuning bilan birga Amerikaning Tayvanga nisbatan mas'uliyatini ado qilishga tirishayotganligini, Tayvanning o'zini qo'g'dash iqtidorini o'stirishga intayin ahamiyat beradiganligini aytgan. Amerika Tayvanni Xitoy tajovuz qilgan ahvolda Xitoyga taqobil turg'idek iqtidorga ega qilish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Oqsaroy Beyjingning 2027-yilga qadar Tayvanga tajovuz qilish qobiliyatiga ega bo'lganligini ogohlantirdi. Qurultay 2023-yil hamjotida Tayvanga 1 milliard dollar qurol-yarog' yo'tkashni tasdiqlab, agar harbiy to'qinish yuz berganda ta'minlashning mumkin bo'lmaydiganligini aytib, hukumatning qurol-yarog' setishning qoldiq qismini to'ldirishga chaqirdi. Milliy musibat. Abturi Burhan Muhammad.
Bir millatning beshiga keladigan eng chong tragediya shu millatning o'z beshiga kelgan qismatining qaysi xil qismat ekanligini anqirib yetmasligidir, deydi mutafakkurlar. Darvaqa kishi mavjud vaziyatini tushunib yetish uchun bugungi taqdirning qaysi xil qismatlarning xulosasi ekanligini, beshiga kelayotgan kulfatlarning, chorsizliklarining qaysi qismatga duchor bo'lishdan kelgan zanjirsimon oqibatlar ekanligini farq qilishi. Buning uchun beshiga kelgan va kelayotgan narsalarni to'g'ri analiz qilib va diagnoz qo'yib yakunlab chiqishi shartdir. Gegelning ta'biri bilan aytganda, yer yuzida o'zini o'zi idrok qilishga qobil yagona jonliq bo'lmish insonning bugunini tushunish uchun tarixini harakatga keltirishi va bu soyada qismatlarining ichki va tashqi yuzini aniqlashi hamda uning tegi-taktiga yetishi lozim. Qarshilik ro'ymi mana bu tegi-taktiga yetishdan halqagan bo'lishi, angliqlik, tuyg'unlikdan nesivlangan bo'lishi. Gulxan misali hamisha lavuldab turgan bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaydigan, piravimdan qutulibmi manzildan adashishni davomlashtirgan cho'llikka mahkum zehniy qullarning qismatini takrorlab yashash, bir izidan osholmay o'tish, to'g'ri yo'li va g'oyasini yitirib qo'ygan g'ofillarning qismatiga duchor bo'lish hech gap emas. Mustamlika davrimizdan beri tajovuzchilar tarafidan eng gavdalik urg'unib kelayotgan, shundaqla tajovuzchilarning gumashtillari tarafidan zehnimizga majburiy singdirilib kelgan va ilim turli usullarda quloq tubimizda o'qilib kelayotgan shuarlar amaliyotda millatni haq yo'lni tepishdan adashtirishni, hur vatanning hur insonlari bo'lib yashash g'oyasini ishga oshirish shuurini qardan chiqarishni va mustaqil davlatini asliga keltirishdan iborat milliy g'oyani zihnlardan tozalab unutildirishni maqsad qilgan safsatalardir. Suslashtirish, ko'zi yetmas qilib o'tish, bosh egmay iloji yo'qligini talqin qildirishlar, degan yeriga kelib berishni, prinsipdan tushib berib turib taqoq yo'lni aytishni bir turlik oqilanlik ko'rsatishlar, g'oyaga yetishning atalmish vositasi qilib olishlar, unutildirishni g'oya qilgan sehrlik safsatalardir. Shundoq, eng chong tragediya o'zining qaysi turdagi tragediyani boshdan kechirayotganligini anqirib bo'lolmaslikdir. Uningdimi dahshat va ichinishliqi o'zining texicha anqirib bo'lolmayotganligini farq qilishning farqini ayriy olmas va ayrishqimi qiziqmas holga kelib qolishdir. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.